Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugungi ko'ch perspektivamiz Urganch City'da bo'ladi. Hurmatli do'stlar. Ben aeroportdan girib kelish tarafimiz katta yo'l. Yo'lning ustida joylashgan 61-domda 5 etajli domning 3-etajida hurmatli do'stlar. Detis plashatkalari bor, bisetkalari bor, podvali bor. Hurmatli do'stlar. Joyimiz 80% bit turibdi hurmatli do'stlar. Girib yashaydigan hurmatli do'stlar. Bu yerda parxodkalari mavjud. Joyimiz srochniy sotiladi, zudlik bilan sotiladi. Arzon bahoda hurmatli do'stlar. 5.600.000 dan kvadrat metr. Kvadrati 77 kvadrat metr. Bellar gazolda ekilgan. Ajoyib. Pasatlar ham ajoyib. Archalar ekilgan. Ajoyib mesta. Ichərdə emas, yo'lning ustida joylashgan. Doğru gelib, doğru mashin qo'yib girsangiz bo'ladi, hurmatli do'stlar. Mestasi zo'r. To'rda joylashmagan, yo'lga yaqin joyda hurmatli do'stlar. Uning podest qismlari ajoyib. Podvalam baland tushgan, hurmatli do'stlar. Ayak tiler mıramır. Acayip akkuratli kvartiler. Padizlerim acayip durdu. Bir de sivitleri ötken. Yüz avtomatik yanadan adam hareketlengen sayın yüz avtomatik yanadan hürmetli do'stlar yine. Padizleri bilen görsətib alın degan do'stlar. Yine padizleri. Joyimizda odam yashab o'tiribdi, xo'jaliklar yashab o'tiribdi. Bu ham taraflarda uçuchlar qo'yilgan, gaz, suv, svet hamma narsa kelib turibdi. Yine girganimizdan oyoqdagi parketni pol bo'lgan, eshiklar qo'yilgan, registrlar qo'yilgan, hurmatli do'stlar. Yine ajoyib oqlanib, kraskalanib, shifaqlab kelinib turibdi ekan, hurmatli do'stlar. Bu ham tarafimiz hojatxonamiz bo'ladi. Bu yanimiz sanuzel, bu ham tarafimiz spalniy, bu yanimiz spalniy, bu yanimiz zal, bu yanimiz esa kuxnimiz bo'ladi. Bu yerimiz koridor bo'ladi, hurmatli do'stlar. Xonalar oddiy. Ne? Hojatxonamiz oyoq tili kafel bo'lgan, raqamlar qo'yilgan, registr qo'yilgan, unitaz, yarim qismlarcha kafel, dimoxodlari bor. Joyimizni lampochkalarni qo'yasiz. Oyoqdagi g'olni dushisiz, yashab beraverasiz. Endi o'zingiz dedingizdagi aboylardan yopishtirsangiz ham bo'ladi. Bo'limni yashamoqqa bo'ladi. 5.600.000 dan beri qaribkani sotib o'tiribdilar. Ben tarafimiz senin sanuzelimiz. Acayip. İşlerim zamonaviy yaxshi sifatli ishlar ham qo'yilgan. Srochniy sotiladi, shuning uchun 5.600.000 dan beri beraman dedilar. Pul zarur bo'lib turibdi. Aynalar aqvoyna. Yan tarafdan ham yo'l tushgan. Hurmatli do'stlar. Dokumentlar 100% tayyor. Doğru adını safanını atib o'tirib beriladi. Dokumentidan muammo etmang. Xudo xolasa o'rtada biza durib adını o'tirib beramiz. Bu ham tarafimiz Spannimiz ham ajoyib edi. Bunning bahada kvartira yo'q hozir.
Urgan City'de. O'zingiz bir surishtirib, netib ko'rsangiz ham korobkasini berib turibdilar 5,5 milliondan. Bu почти 80% bitib turibdi. Yan tarafimiz zalimiz. Zalimizda yine ulu balkon tushgan. Ulu balkon tushgan hurmatli yurtdoshlar. Girish otomuz. Mestasi zo'r. Turda joylashgan. Yo'lning ustida joylashgan hurmatli yurtdoshlar. Yere rozetkalar qo'yilgan, registr qo'yilgan hurmatli yurtdoshlar. Joyimiz zudlik bilan sotiladi. Shuning uchun bitar bahosi 5 million 600 dan hurmatli yurtdoshlar. Yan tarafimiz kuxnimiz. Aristonimiz qo'yilgan, kafelari bo'lgan, beri beri toza gaz plitamiz ham bor hurmatli yurtdoshlar. Gaz o'chiruvchilari girib turibdi, gazlarimiz bor, suvlarimiz bor, to'g'ri girib yashab beradi. Hurmatli yurtdoshlar, beri ulayna tushgan. Yo'lga qaragan. Joyimiz kim olmoqligi bo'lsa, pastdagi telefon bog'lanishlaringiz mumkin. Joyimizning narxi 5 million 600 dan, bitar bahosi 77 kvadrat metr hurmatli yurtdoshlar. 5 etajli domning 3-etajida hurmatli yurtdoshlar zudlik bilan sotiladi. 3 xona addinli xonalı. Sog'lik, salomat bo'ling, kanalga obuna bo'lmasangiz obuna bo'lishni yoddan chiqarmang. Hamma shunday joylarni yashash nasib etsin.